Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda, uzoq o'rmonda bitta ayiq yasharkan. Uni oldiga bitta kichkina qiz kelib, uni joniga tegib, asabini buzaverarkan. U qizni oti Masha ekan. Masha taxminan 5-6 yoshda ekan, lekin u judayam aqlli qiz ekan. U ayiqqa oldida o'ynashni yaxshi ko'rar ekan. Erta bo'rilar, quyonlar, olmaxonlar va boshqa hayvonlar ular bilan yashirkan. Lekin yomon to'polonchi qiz Masha hammani asabini buzaverar ekan. Chunki u kichkina ekan, o'ynilu deb hammani bezovta qilar ekan. O'sha yerdagi cho'chqacha bilan xolakasim o'ynab, u ona rolida, cho'chqacha esa chaqaloq qilib qo'lida olib, so'zga emizib uni asabini buzaverar ekan. Undan echkilar, olmaxonlar, quyonlar bezor bo'lishar ekan. Bir kun Masha kasal bo'lib qopti. O'rmon tinch bo'lib qopti. Hamma hayron qopti. Nimaga bu o'rmon bunaqa tinch? Qarasa Masha kasal ekan. Isitmasi 38 bo'lib ketibdi. Hayvonlarning rahmi kelibdi. Chunki u baribir kichkina bola ekanda. Hayvonlar mehribon, rahmdil, judayam yaxshi ekan. Quyon malina yig'ib kelibdi. Olmaxon limon yig'ib kelibdi. Bo'rilar bitta idishda buloq suvidan olib kelishibdi. Hammaligi baravariga samovarga solib, shiringina kasallikni tuzatadigan malinali, limonli choy damlab berishibdi. Masha tuzalibdi. Vaqt o'tgandan keyin albatta tuzalgandan keyin yana hammani asabini buzishni boshlabdi. Shunda olmaxon ko'p shishkalarni yig'ib ketdi. Mashaga aytibdi, "Ke" debdi. "Biz sen bilan kompot pishiramiz" debdi. Shishkalarni suvga solib kompot pishirishibdi. Kompot shunaqa bemaza chiqibdi. Haligi kompotda Masha hammaga ichirib chiqibdi. Ayiqqa ham, echkiga ham, cho'chqaga ham. Hammaligi mazasi yoqmasa ham, "Ha, yaxshi ekan" deyish. Masha o'ynab, baqirib, chaqirib, yugurib, shunaqangi charchab ketibdi. Oxiri uxlab qopti. Turgan joyida uxlab qopti. Uni ko'rgan hayvonlar unga xalaqit bermasdan, uni uyg'otib yubormasdan, jimgina sekingina uyligiga kirib ketib, maza qilib dam olishibdi. Masha o'rmonning o'rtasida uxlagancha tong o'tkazibdi. Shun bilan ertagimiz tugadi. Aziz bolajonlar, sizlarga yana mana shunaqa qiziq ertaklar eshitgili kelayotgan bo'lsa, bizning kanalga albatta obuna bo'linglar.